Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa yana bir joydagi ishimiz o'z yakuniga yetkazdi. Bu ishimizni biz Andijon viloyati Baliqchi tumaniga o'rnatib berdik. Bu yerga biz 5 ta eshik o'rnatib berdik. Daburlari bilan, atkozlari bilan, tepadagi qoshlari bilan bir qator e'tibor berib qo'yasizlar. Bu tilla taroq podkrashinga mokriy holatda bo'ldi. Mokriy svetda bo'ldi. Eshikda qalinliklari 0.8 lik MDFda bo'ldi. Atkozlari bilan chiroyli holatda MDFlariga, akfalariga mos holatda bo'ldi. Tog'amiz YouTube orqali kuzatib borar ekan bizni. Daburlari ham chiroyli choklariga, hamma narsasiga bir qator e'tibor berib qo'yasizlar. Zamoylar original zamoylar. Oshiq-moshiqlar har doimgidek 4 tadan oshiq-moshiq. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'yicha o'rnatib berish xizmatlarimiz bor. Butun O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz bor. Yo'qsa like bosib, yoqmasa kommentariyada fikrlaringizni bildirib o'tasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdan nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.